Ha, shu uyda remont qilish kerak bolalarim. Bo'ldi, avans bering. Kattang-ku, men. Kecha sen bo'lding-ku, undan avval kuni sen, bugun men aka. Ay, yaxshi, sen kattasi bo'lsang, necha kunda bitirib berasizlar? Aka, avans bersangiz bir haftada shunday bitirib chiqib ketamiz. Ha, beraman shuni, avval uyni ko'rasanlarmi? Bo'ldi, avans berasizmi? Bozordan nima kerak? 20 kilometr, 40 banka kraska, 30 ta shotka, 20 ta varik. Pomidor bodring bitta chiqishga. 4 ta chiqishga aka. Chiqishga nimaga? Hamma ish chiqiladi-da. Yana nima? 20 taxta ham qo'shib ol, palon bitirib oling. 20 ta taxta ham qo'shmang akajon. Yaxshi, uyda odam bor, nima kerak bo'lsa aytasizlar, qarab turadi. Xo'p. Killaring. Nargi proyektlarga aka kelguncha o'tib kelaylik. Ertaga boramiz, kelib qoladi. Abetga nima ekan? Alo jonim, qanaqa kiyimdasan? Yoningda bo'lib qolsam, nima qilarding? Shu hamma ustalarning ichida bitta mashinaga kompyuter bo'ladi-da, telefondan bo'shamay. To'sha ishni qilaylik. Qarincha olib keluvdi. Ey o'l, Alfons, Babnik, senga bergan pullarimni qaytar. Mana beraman, tur yo'q. Singlim abetga nima ekan? Yo'qolay. Voy, Dubayga borasizmi? Ha, gelik olib berasizmi? Kimdirlar maytda usta bo'lib yuribdi. Ha, ustalarni ishlatayapman. Dadam kelguncha o'zim qarab turibman. Itday ishlayapti. Ezza, meni kechir, afsustaman. Ezza qizim, ishlaringni bo'ldingmi? Bo'ldim. Ha, qara, bo'lmasam usta akalaring ishini tugatgandan keyin chaqiraman, yana bir kelib yig'ishtirib ketasan. Bo'pti? Mana xizmat haqqing, qizim, bor. Ha, telefonimni berib kel. Jinni bo'lganmi bular? Qanchada bitirib beraman dedilaring? Bir hafta. Bir hafta. Necha oy bo'ldi? 3 oy. 3 oyning ichida mononi tomi bitti, mononi poli bitti, mononi временni uyi bitti. Meniki nimaga bitmayapti? Aka, yana 20 ta taxta olib kelib bering, taqillab tashlaymiz. Yo'qol hammang. Yo'qol. Aka, atayam abet qilib ketaylik. Yo'qol.